Assalomu alaykum. Rayhongul ta'lim salonimizdagi barliq ustozlar, xonim, qizlar yaxshimi? Bugun o'rganmoqchi bo'lgan darsimiz oilada kotlet tayyorlash. Buning uchun ketadigan materiallar: go'sht muvofiq miqdorda, bir bosh piyoz, bir tal tuxum, kraxmal muvofiq miqdorda, tuz muvofiq miqdorda, 2 tal baranga, 2 taldan qizil ko'kmush, piyoz, 4 jish samsaq, muvofiq miqdorda zanjivil, muvofiq miqdorda oshko'z qatorliq materiallar ketadi. Xonimlar, bayonqi go'shtimizni ushoq to'g'rab chanib olamiz. Piyozni intayin ushoq chanaymiz. Ondan bir tal tuxum, muvofiq miqdorda tuz, muvofiq miqdorda kraxmalni silib, obdan aralashtirib, ta'mlantirib qo'yamiz, xonimlar. Xonimlar, mushu holatda bo'ldi. Xonimlar, bayam tayyorlagan qizmimizni olqinimiz bilan mushu holatda dumaloqlab, yopaqlab olamiz. Bayam tayyorlagan qizmimizni maydan o'tkazib olamiz, xonimlar. Barangini yopaq to'g'rab maydan o'tkazdiramiz.